Knut Hamsunning 1859-1952 Norvegiya yozuvchisi bo'lib, 1920-yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Uning ijodi 70 yildan ortiq davom etgan va ong mavzusi, nuqtai nazar hamda atrof muhit kabi o'zgaruvchan jihatlarni qamrab olgan. Knut Hamsunning Ochlik nomli ushbu asari dunyo adabiyotida inqilobiy o'rin egallagan, o'z zamonasidan ilgarilab ketgan psixologik romanlardan biridir. 1920-yilda Nobel mukofotiga loyiq deb topilgan bu asar bir inson ongining eng nozik, eng og'irli va eng tub joylarini yorqin aks ettiradi. Asarda nomi aytilmagan bosh qahramon ochlik bilan kurashayotgan ijodkor adashgan inson obrazi tasvirlanadi. U nafaqat jismonan och, balki ma'nan ham to'liq izdan chiqqan qahramon ko'chalardan tentirab yuradi, o'zini va atrofdagi dunyoni tahlil qiladi, o'zini oqlaydi, tanbeh beradi, haqiqat va halol orasida sarson bo'ladi. Ochlik bu faqat och qolgan odamlar haqida emas, balki inson ruhi, iftixori, or nomusi, jamiyatdagi o'rni va san'atkorining ichki kurashi haqida yozilgan chuqur psixologik roman. Kitob o'quvchini insonning ichki dunyosiga olib kiradi. Unda haqiqat va g'urur o'rtasidagi ziddiyatlar namoyon bo'ladi. Orqa muqovadagi tasnifda ta'kidlanganidek, siz ushbu kitobni qo'lga olganingizdan so'ng uni qo'yishni xohlamaysiz. Zero, bu asarda oddiy ochlik emas, balki insoniy qadrini anglash yo'lidagi azob-uqubatlar, jamiyat tomonidan tan olinmaslik, ruhiy tushkunlik va nihoyat umidsizlik bilan umid o'rtasidagi nozik chiziq aks ettirilgan. Ushbu adabiyotimiz keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan. E'tiboringiz uchun rahmat.